Hammaga xayrli kun. Bugun yana bitta kvartiramiz sotuvga chiqdi. Manzilimiz Novza metrosi to'g'rida joylashgan. Novza metrosidan kelganimizda chapga qarab ketsa O'zbekfilm, o'ngga qarab ketsa Targov sentrga qarab ketiladi. Bu domimiz mana shu ichkariga kirib borganda 9-domda joylashgan kvartiramiz sotilayotgan. Hozir sizga yo'nalishini bitta ko'rsatib beraman. Videoni uzmasdan oxirigacha ko'rsating faqat. Keling. Bu uyimiz 2 xonali, razdelniy bo'ladi, xonalari alohida. Remontdan chiqqan, tayyor kirib yashaydigan kvartira. Agar mashinangiz marshruttaga qo'yib kirib kelsangiz ham bo'ladi, yo bo'lmasam bunaqasiga aylanib kirib kelsangiz ham bo'ladi mashina qo'yish uchun. Kirganimizda birinchi pod'ezd, ikkinchi pod'ezdda joylashgan. Tayyor kirib yashayman deydiganlarga ham juda ham kompaktli kvartira bo'ladi bu kvartiramiz. Olib keling. Atrofida ko'rishingiz mumkin, mana daraxtlar bor, yashil zona, mashina qo'yish uchun joy. Bu tarafda ham bor. Bu tarafga olib kelib qo'ysangiz ham bo'ladi mashinaga. Olib keling. Kameralar nazorat ostida. Kirganimizdan mana shu to'g'ridagi kvartira bo'ladi. Hozir ichini bitta qisqacha ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Keling qani. O'chirmasdan kirib kelavering. Shuni eshikni yopib qo'yasiz. Birinchi bu bizning zalimiz bo'ladi. Zaldan boshlab bordik. Zalda ham holati juda ham ajoyib holatda, remontdan chiqqan, tayyor. Mebel texnikalarni ham yaxshidan qo'yib qo'yilgan, mana ko'rishlarim mumkin. Chatda televizorimiz bor, mana ko'rib turibsizlar, televizorda ham yaxshidan qo'yilgan. Bu tarafimizda mana pardalar qilingan, konditsionerimiz bor, stullar qilib qo'yilgan. Bu chap tarafimiz, birinchi xonamiz, kuxnya, oshxonamiz, ayollar yaxshi sevadigan kuxnya. Kuxnya mebelni ham tepa patologgacha qilib qilingan. Ko'rishlarim mumkin. Xonadonligimiz bor. Keyingi xonalarga o'tamiz. Bu o'rtada mягкий zona, mana qarang. Bu o'rtada mana shungacha qilib shikof qilingan. Bu o'rtada mana o'tirib bemalol oyoq kiyim kiyib yetishga sharoitlar qilib qo'yilgan. Birinchi hammomimiz. Hammomimiz ham holati ajoyib holatda, kafli ham yaxshidan qilingan. Keyingi xonamiz hojatxona. Hojatxonamiz bo'ladi. Bu bizning kattalar yotoqxonasi, spalnimiz. Spalnini ko'rishlaring mumkin. Mana bu spalnimiz. Chap tarafda shkoflar qilib qo'yilgan, yaxshi qilib. Bu kvartirani egalari srochni sotishlari uchun narxini egasi bilan kelishgan holatda 78 ming bo'lsa srochni berib yuboraman deb aytdilar. Pastda telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz, bemalol telefon qilib, xudo xolasa baraka qilishlaring mumkin. Bizani o'tkazib yubormaslik uchun bitta like hamda podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bizda har doim yaxshi zo'r variantlarni olib chiqishga harakat qilamiz.